Chaqaloq qancha miqdorda smes ichishi kerak? Qachon biza bolani ichadigan smesini o'lchashimiz kerak. Agarda bolada yaxshi vazn qo'shish bo'lmasa, bunday holatda biza bolani sutkalik sutini hisoblashimiz zarur. O'zi normada chaqaloqlar 1 kilogramm vaznini 130 dan 160 millilitrgacha sut 24 soat davomida ovqatlik qilish mumkin. Buni bolani holatidan gap chiqib hisoblanadi. Masalan, 10 kilolik bola bo'ladigan bo'lsa, 1 litr 600 millilitr sut degani. Endi bola yaxshi vazn olib turgan bola bo'lsa, shu miqdorni har 3 soatdan smes berishimiz mumkin. Ya'ni bola o'sishi normada, vazn normada, hech qanday bizada yetishmovchilik yo'q. Bunga har 3 soatdan smes berishimiz mumkin. Agarda bolangiz smes yaxshi ichadi, lekin 3-4 soatdan ichadi, lekin bolada vazn olish kam. Bunday holat bo'ladigan bo'lsa, kilosini shu 130 dan 160 gacha miqdorda o'rtacha olib tanlaymiz, sutkalik sutini. Buni har 2 soatdan kiritamiz. Nechun deganda, vazn olishi kam bo'lgan bolaga smesni ichish soatini yaqinroq qo'ysak, bola yaxshiroq vazn olishına yordam beramiz.